Assalomu alaykum. Latofatli va zakovatli opa-singillarimiz barcha sohada bir qator yutuqlarga erishib kelishmoqda. Biz bugungi ko'rsatuvimizda ijodiy sohadagi she'rlari va ilmiy maqolalari bilan o'z jamoasida namuna bo'lib kelayotgan faol ayollardan biri O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tarixi muzeyi mudirasi Munira Ramazonova haqida hikoya qilamiz. Qahramonimiz 1985-yil 10-oktyabrda Buxoro viloyati Kogon shahrida tavallud topgan. Munira Ramazonova umumiy o'rta ta'lim maktabini a'lo baholar bilan o'qib tugatdi. 2004-yilda Milliy rassomlik va dizayn institutining san'atshunoslik jurnalistika fakultetiga hujjatlarini topshirdi va imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Talabalik yillarida bilim olib, o'z ko'nikmalarini orttirdi. 2008-yilda o'qishni tamomladi va bakalavr diplomiga ega bo'ldi. Muniraning o'qishga bo'lgan intilishi yanada oshib bordi. U 2 yil davomida magistratura bosqichida bilimini mustahkamladi. Qahramonimiz publisistika janrida ijodini davom ettirish maqsadida yurtimizdagi ko'zga ko'ringan yozuvchi, shoira va ijodkorlarga ham namunali shogird bo'la oldi. Xalqimizda ustoz otangdek ulug' degan yaxshi naql bor. Ana shunday hayotiy qoidaga amal qilib kelayotgan ko'rsatuvimiz qahramoni Munira Ramazonova ham ustozlarga yaxshi shogird hisoblanadi. Hozir mening yonimda O'zbekiston jurnalistlari va yozuvchilari uyushmasi a'zosi Maryam Ahmedova bo'ladi. Maryam opa, mana shu siz ham ko'plab shogirdlarga ustoz bo'lgansiz. Munira Ramazonova ham shogirdingiz. Ular haqidagi fikringiz qanday? Munira haqida gapiradigan bo'lsak, Munirani o'zi bitta olam. U juda ham harakatchan, izlanuvchan qiz. Men u bilan tanishganimga 10 yildan oshgan bo'lsa, uni dastlab o'sha publisistikaga qo'l urganini bilaman va boshida o'sha hali uncha pishib yetilmagan maqolalarni ko'rib ishlab bergan vaqtlarim bo'lgan. Men uni o'zimga to'liq ustoz deb bilmasamda, lekin Muniraga anchagina maslahatlar berganman, yo'l yo'riqlar ko'rsatganman. Uni bir nechta o'shandan keyin u o'zi ustida juda ko'p ishladi. Ayniqsa ko'p kitoblar o'qidi. Fan insonlari bilan, san'atkorlar bilan, yozuvchi va jurnalistlar bilan ko'plab suhbatlar uyushtirdi va o'zini o'sha jurnalistika olamida o'zini menini yarata oldi-da. Munirani erishayotgan yutuqlarida asosan mana shu ustozlarni qarashlarini, ustozlarning maslahatlarini, o'gitlarini hurmat qilishi va bunga amal qilishi birinchi o'rinda deb bilaman. Yaxshi asar haqida o'zimni fikrimni aytganimda, Munira o'sha kitobni o'qishdan charchamasligini aytgan va men o'sha kitobni topib berib taqdim qilganimda, ana shu 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin Farog'at opa, men ana shu kitobni o'qib chiqdim. Haqiqatan ham shu asar juda bir go'zal asar yaralibdi. Men yozuvchi bilan hattoki suhbat qildim yozuvchi bilan. Hattoki suhbatimni e'lon qildim internetga. Fikrlarini aytgandan keyin albatta uni mana shunday bir jonkuyarligiga, fidoyiligiga, haqiqatan o'zini ustida ishlaganda chin vijdonan, iymonan ishlaydigan bir ayol ekanligini ko'rib, yana ham hurmatingiz oshadi. Munira sportni ham yaxshi ko'radi. Munira Ramazonovaning ijod namunalari O'zbekiston adabiyoti va san'ati, Hurriyat, Oila va jamiyat, Guliston hamda Gulxan kabi gazeta va jurnallarda chop etilgan. Shuningdek, xalqaro jurnallarda xalq ta'limi, til va adabiyot ta'limi, maktab va hayot, ilmiy axborotnoma, Global Technovation kabi ilmiy maqolalari Turkiyaning O'zbek adabiyoti jurnalida esa o'z she'rlarini nashrdan chiqardi. Qahramonimiz ijtimoiy tarmoqlarda rassom ustaxonasi loyihasida ko'plab mo'yqalam egalarining ijod jarayonlari haqida dasturlarni olib boradi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining muzeyiga tushganimda men Muniraning 80% mehnati borligini his qilaman o'sha joyda. Munira aslida o'zi qadim Buxoroning muqaddas zaminida tug'ilgan. Bu zaminning ruhiyati Muniraning ruhiyatida bor. Munirani yozgan mana shu satrlarida ular ko'rinib turadi. Dorilamon kunlar shukuhi deb nomlangan bu publisistik, jurnalistik suhbatlar bor. Mana bu kitobda u o'zini qalbida tug'ilgan o'sha tug'yonlarni she'riy satrlarga tushirgan, Seni izlayman deb nomlangan she'rlar to'plami bu qo'limda.
kitobi va mana bu kattagina kitob bu O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan chop etilgan Dorilomon kunlar keldi deb nomlangan o'zbek shoiralari va adibalarining bayozi katta to'plam sifatida to'plangan. Mana shu bayozga ham Munirani ijodiy ishlari, mana she'rlari kiritilgan. Kezi kelganda mana bunday bir nafosat deb nomlangan bir juda go'zal bir ko'rsatuv. Bu demak mehnatkash, oqila, tirishqoq, bugungi xotin qizlarimizga namuna bo'ladigan, ayollarimizni kashf etadigan bir ko'rsatuv sifatida demak xotin qizlarimizni amalga oshirayotgan ishlarini jamiyatga ko'rsatyapti. Munirani ijodida ham, hayotida ham bo'layotgan yutuqlarga rivoj tilayman, muvaffaqiyat tilayman va mana shunday singillarimiz, xotin-qiz ayollarimizning yutuqlari ko'payishi va jamiyatimizda ayolning qilayotgan halol mehnatiga, ayolning chekayotgan zahmatlariga samimiy va mehr bilan qaraydigan munosabatlar ko'payishiga tilakdoshman. Tarixni bilgan inson kelajakka ulkan maqsad bilan harakat qila oladi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tarixi muzeyi mudirasi Munira Ramazonova ushbu muzeydagi faoliyatini olib borishda o'zbek adabiyoti tarixiga hissa qo'shgan, o'lmas siymolarning kelajak avlodga qoldirgan abadiy merosini asrab-avaylash, ularning hayot va ijod yo'llarini o'rganishda o'z tajribasini amalda qo'llab, ko'plab tadbirlarda tashabbusini namoyon etmoqda. Aziz teletomoshabinlar, hozir biz ayni paytda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tarixi muzeyidamiz. Hozir biz qahramonimiz Munira Ramazonovaning ish faoliyati bilan tanishamiz. Unda ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rostini aytsam, bu muzeyga birinchi marotaba tashrif buyurishimiz. Xush kelibsizlar. Yozuvchilar, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tarixi muzeyiga. Muzeyimiz jadidlar harakatdan boshlanib, to mustaqillik davrigacha ijod qilgan adiblarimizning hayoti, ijodi, ularning yozib qoldirgan qo'lyozmalari, kitoblari bilan tanishamiz. Mana shu chap tomondagi biz hozir ko'ryapmiz. Stendda nima joylashgan? Ushbu stendimizda bizni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tasarrufidagi gazeta, bu binoda Jahon adabiyoti jurnalining redaksiyasi joylashgan, Sharq yulduzi yoshlik jurnali redaksiyasi faoliyat yuritadi, hamda O'zbekiston qahramonlari Ozod Sharafiddinov hamda Erkin Vohidovning ijod namunalarini, Suyma G'aniyevaning kitoblarini, qo'lyozmalarini ko'rishimiz mumkin. Demak, 20 va 21 asrga oid adabiyot namunayondalarini ko'rsak bo'ladi. Albatta. Mana biz bu yerda o'rtada mana qadimgi qo'lyozmaga guvoh bo'layapmiz. Ushbu installyatsiya Mahmud Qoshg'ariyning Divonu lug'oti turk kitobini o'rtasini ochganingizda bir xarita tasvirlangan bo'ladi. Adiblarimizni iqtiboslari, maslahatli o'gitlarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu doskada esa adabiy do'stlik, ya'ni adabiyot bilan do'stlik, ya'ni Sharof Rashidov davridan boshlangan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida Sharof Rashidov raislik qilgan davrida 1940-50 yillarda chet eldan keladigan mehmonlar bilan do'stlik aloqalari aks etgan. Yozuvchilar uyushmasida Odil Yoqubov raislik qilgan, keyin Abdulla Oripov Yozuvchilar uyushmasida 16 yil raislik qilgan. Aynan Odil Yoqubov raislik qilgan davrida Yozuvchilar uyushmasi xuddi bir hokimiyatday darajasi baland bo'lgan, sababi adiblarimizni uy bilan ta'minlagan ekan. Yana bir xislatlari juda ham hazilkash, mehnatkash inson bo'lganliklarini ham alohida aytib o'tishim kerak. Hamda Abdulla Oripov mana Yozuvchilar uyushmasida bugungi kunda O'zbekiston qahramonlarimiz burchagida Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Suyma G'aniyeva, To'libbergan Qaybberganov, Ibrohim Yusupov, Said Ahmad hamda Suyma G'aniyeva qahramonlarimizning burchagi alohida o'rin olgan kutubxonamiz bor. Yoshlarni mana shu muzey kashf qiladi deya olaman. Chunki bu yerda har qanday kelgan yosh ilhomi kelib, maylimi men Erkin Vohidovni yoki bir Abdulla Oripovni she'rlarini men nechun sevaman O'zbekiston yoki vatan haqidagi yozgan she'rlarini aytsam maylimi deydi. Biz bemalol mana shu yerda suhbatlar o'tkazamiz.
haqiqatda ham muzey juda ham shinam ekan. Ayni kunda necha nafar yozuvchining eksponatlari joylashgan? Ushbu muzeyimizda 70 dan ortiq adiblarimizning qo'lyozmalari bor, lekin agar qo'lyozmalarni ro'yxatga oladigan bo'lsak, u 1000 dan oshadi. Adiblarimizni sonini aytadigan bo'lsam, 70 nafar ijodkorlarimizning ijod namunalari muzeyimizdan o'rin olgan. Umuman olganda, mana shu muzey bilan shug'ullanadigan insonlar san'atga ham ishtiyoqi juda baland bo'ladi. O'zingiz dunyo muzeylariga ham qiziqasizmi? Albatta, undan keyin dunyoning muzeylarini har doim kuzataman, sababi yildan yilga texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Mana yaqinda o'zimizni O'zbekistonda ham Islom sivilizatsiyasi muzeyi ochildi. Bu juda ham katta bir sensatsiya desam bo'ladi, sababi bizni dunyo qarashimizni ham kengaytiradi muzeyda. Men har qanday dunyoga chiqqanimda, shu davlatlarni sayohat qilganimda albatta muzeyga borib qiziqaman. Qanchalik darajada texnologiya rivojlanganiga e'tibor beraman. Sababi bilasizmi, hozir 3D rivojlangan, juda ham mana Islom sivilizatsiya muzeyimizga ham o'rnatildi. Adiblarimiz yoki Amir Temur bobomiz o'zi xuddi bir gapirib turganday tasvirlangan. Jonli tarzda. Bizda ham shunaqa hozir rejalar tuzilyapti. Mana shu muzeyimizda har bitta eksponatimiz, masalan, Abdulla Oripov yoki Erkin Vohidov ustozlarimiz o'zini she'rini o'qiyotgan tarzda 3D qilamiz degan bir maqsad bor. Yoshlarimiz bemalol kelib hujjatli filmlarni ko'rish mumkin. Bizda shunday tarix mavjudki, mana Zulfiya xonimning suhbatlari yoki Odil Yoqubovni, har bitta ustozlarimizni saqlanib qolgan Said Ahmad ustozlarimizni bergan intervyu suhbatlari bor, yo hujjatli filmlari bor. Abdulla Oripovning hujjatli filmlari yo Muhammad Yusuf hujjatli filmlarini bemalol biz yoshlarga qo'yib beramiz. Ular ko'radi, tasavvurga ega bo'ladi. O'sha ijodkorning hayoti, ijodi, faoliyati qanday o'tganligi haqida. Abdulla Oripov fenomeni kim o'zi? Mana shu shaxsni o'rganish uchun ham bizni hujjatli filmlarimiz yoshlarga bir taassurot beradigan bir maskan desam ham bo'ladi. Qahramonimiz tabiatan samimiy, kirishimli va qat'iyatli ayol bo'lganligi bois ijod bilan ilmiy izlanishlarni ham birgalikda olib boryapti. Munira Ramazonova 2021-yildan buyon Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy ma'naviyat tadqiqotlar institutining mustaqil tadqiqotchisi sifatida o'smirlar ma'naviyatini art-pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mavzusida PhD dissertatsiyasi bo'yicha ilmiy izlanishlarini olib bordi. Shuningdek, qahramonimiz 2022-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi miqyosida tashkil etilgan intellektual izlanuvchi esdalik nishoni bilan taqdirlandi. Muzeydagi dastlabki faoliyatingiz qanday boshlangan? Men avvalambor yozuvchilar uyushmasiga 2014-yil kelganman. Raisimiz mana shu muzeyni tashkil qiling o'ziz, qani mana shuncha yillar davomida 6 yil institutda tahsil olgan ekansiz shu yo'nalish bo'yicha taklif berdilar. Men shu bo'yicha ishga kirishdimda avvalambor adiblarni bir noyob eksponatlarni to'plash bilan, adabiyoti tarixiga nazar solish bilan, albatta ustozlarimizni ham ko'magi bo'ldi. Marhum Naim Karimov ustozimiz ham yo'l berganlar. Mana birinchi eksponatni nimadan boshlaymiz? Demak, jadidlar harakatdan boshlaymiz. Eng faollar kimlar bo'lgan masalan? O'shalarni ro'yxatini tuzib, moslashtirib 1926-yilda ilk bora Hamza Akimzoda Niyoziy mukofot olganligini bilamiz. Davlat mukofotini olganlardan boshlab yoki rais burchaklari alohida aytishimiz mumkin. Eng birinchi raisimiz mana Rahmat Majidiyni aytishimiz mumkin. Keyinchalik davom ettirgan Abdulla Qahhor, Oybek ustozlarimiz, Komil Yashin mana alohida aytishimiz mumkin. Abdulla Oripov yozuvchilar uyushmasida raislik qilgan, Sharof Rashidov, birinma-birin hammasi davrma-davr, yilma-yil joylashtirilgan. Mana shu muzey tashkil etishda nimalarga ko'proq qiynaldingiz? Albatta, bu muzeyni tashkil qilishda adiblarimizni xonadonma-xonadon yurishlari juda ham qiziq bo'ldi. Yana xonadonlarga borganda endi bilasiz, kitoblar juda ham noyob, tarixiy kitoblar, qo'lyozmalar ham ularni farzandlaridan, ustozlarimizni farzandlaridan olish juda ham qiyinchilik bo'ldi. Ularni shunday ishontirish kerakki, biz ularni asrab avaylaymiz, shunchaki olib muzeyga olib borib qo'ymaymiz.
har bittasiga javob beramiz. Qulflangan, siz xotirjam bo'ling. Hatto yozuvchilarimizni, adiblarimizni farzandlaridan so'rab olayotganda ularni ishonchiga kirishga ham to'g'ri keldi. Muzeyda faoliyat yuritadigan insonlar mana shu o'zlari faoliyat yuritayotgan muzeyni eksponatlarini chet elda ham namoyon etish rejalari bo'ladi. Sizda ham shunday orzu havas bormi? Qaniydi, albatta orzu qilaman, sababi bunday noyob eksponatlarni ko'rsatish biz uchun faxr deb o'ylayman. Shubhasizki, har bir insonning bo'sh vaqtida sevimli mashg'ulotlari va hobbilari bo'ladi. Muniraxon, bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Men bo'sh vaqtimni ko'proq qilaman. Mana yangi O'zbekistondagi bog'da oilamiz bilan, turmush o'rtog'im, bolalarim bilan ishdan so'ng yoki shanba, yakshanba kunlari tog' sayliga chiqamiz. O'zimizni mana so'lim, go'shalar, bog'lar juda ham ko'p, sayr qilamiz, sayohat qilamiz. Ko'proq kitob o'qiyman. Bo'sh vaqtim bo'ldiki, ijod bilan shug'ullanaman. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Muniraxon Ramazonova ham sportga mehri bo'lakcha. Muniraxon, bo'sh vaqtingizda qaysi sport turlari bilan muntazam shug'ullanasiz? Men har tongda ishga kelganimdan so'ng ertalab soat 8da piyoda yurishga odatlanganman. Ko'proq gimnastika mashqlarini bajaraman. Uyda soat 6da uyg'onamanda to soat 7gacha 1 soatcha men gimnastika mashqlari bilan shug'ullanaman. Bu menga hayotimda odatga aylangan. Sababi qachonki sog'lom tana bo'lsa, tiniq fikr bo'ladi. Yanada ijodimga kuch bag'ishlaydi, energiya olaman, kayfiyatimni ko'taradi. Gimnastika mashqlarini bajarayotganda alohida musiqa qo'yib qo'yamanda, o'sha musiqa sadolari asosida mashqlar bajaraman. Bu ham ruhiyatimga, ijodimga ta'sir qiladi. Har kuni necha ming qadam yurasiz? Iloji bo'lsa endi 1000 dan oshirishga harakat qilaman. Ba'zida bu reja ham amalga oshmay qoladi, sababi endi har xil vaziyatlar bo'ladi, lekin kechki payt alohida ovqatlangandan so'ng oilamiz bilan piyoda yurish qilamiz, chunki xo'jayinim ham bu narsaga ko'proq amal qiladilar. Oilaviy piyoda yurishga ham odatlanganmiz. 5000 qadam bo'lib ketadi ba'zida. Bu uchun xursand ham bo'lib ketamiz. Farzandlaringiz ham sport bilan shug'ullanishadimi? Albatta amal qilishadi. Ular ham mana bizga qarab, biza bilan baravar yurishga harakat qiladi. Biz ko'proq tongda qizim bilan turib gimnastika mashqlarini bajaramiz. Sayr qilganingizda ko'proq nimalarni o'ylaysiz? Axir siz ham ijodkorsiz. Sayr qilganda so'lim go'shalar, daraxtlarning bir shivirlashi yoki qushlarning chug'ur ovozlaridan yoki bir tabiatning go'zalligidan ilhom olaman. Demak, siz tabiatdan ilhomlanasiz. Bizni tomosha qilayotgan aziz va dilbar opa-singillarimizga o'zingizni sportdagi chiroyli tavsiyangizni bersangiz. Hayotdagi shiorimdan aytaman. To'g'ri ovqatlanishga amal qilish kerak, kuniga 3 litr suv ichish kerak, stressdan chalg'ishga harakat qilish kerak, ko'proq kitob o'qish kerak, uyqudan ham unumli foydalanish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, gimnastika mashqlarini bajarish kerak. Kayfiyatni faqat inson o'zi ko'taradi. Fursatdan foydalanib, Adiblar xiyoboni haqida yozgan she'rimni o'qib bersam maylimi? Albatta. Xiyobonni sayr aylab,
xiyobonni sayr ayladim. Go'zal erur borliq tasanno, oq gullagan o'rik ifori yor vasliga qildi mubtalo. Pushti gulli daraxt yonida dardlarimni tinglar bahorim, so'zladi u yor visolidan, tarqab ketdi dildan g'uborim. Oila barchamiz uchun muqaddas qo'rg'ondir. Har bir farzandning tarbiyasi va orzusi oilaviy muhitda shakllanadi. Munira Ramazonovaning o'z kasbida, ijod faoliyatida erishayotgan yutuqlarida, yangi orzu-havaslarini qo'llab-quvvatlashda ota-onasi, oila a'zolari va farzandlari doim hamnafas bo'lishga intilishadi. 4 ta farzandim bor. Munira yoshligidan judayam bilimga, o'qishga, rasm chizishga judayam qiziqardi. 6-sinfga o'qib yurganiga televideniyadan e'lon berildi insho yozish bo'yicha. Keyin inshoni yozib biz uni Toshkentga jo'natdik. Buxorodan. Toshkentga jo'natsak, inshosi o'tib birinchi o'rinni egallabdi. Katta shoirlarimizni she'rlarini yodlab, she'rga bo'lgan qiziqishi ortdi, kitobga bo'lgan qiziqishi ortdi. Mana hozir judayam mamnunman, xursandman, qilgan mehnatlarim zoya ketmaganiga, mana shunday o'stirib voyaga yetkazib, mana shunchalik martabalarga erishganiga, mana bu yozuvchilar uyushmasiga ishlab, shu yerga muzeyda xodimi bo'lib, tarixga qolgan shoirlarimiz, yozuvchilarimizni shularni tarixini xalqqa o'rgatib, kelajak yoshlarimizga taqbir etib ishi uchun juda ham xursandman. Shubhasizki, har bir ayol xonadonga kelganda oshxona pazandasi bo'lishga intiladi. Mehr bilan tayyorlangan har qanday taom yaqinlarimizga xush kayfiyat ulashadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Munira Ramazonova ham o'z taomnomasiga ega. Muniraxon, bugun biz sizning xonadoningizdamiz. Teletomoshabinlarimizga nima tayyorlab bermoqchisiz? Yozgi ta'til salati bilan hamda sabzidan tayyorlangan sharbat tayyorlab bermoqchiman. Yaxshi, ishni nimadan boshlaysiz? Salatdan boshlaymiz. Muniraxon, biz bu yerda ko'plab sabzavotlarni ko'ryapmiz. Siz menimcha hozir sabzili sharbat tayyorlasangiz kerak a? Albatta, hozir sizlarga ko'rsatib beraman qanday tayyorlashni. Aziz teletomoshabinlar, qahramonimiz sabziga birozgina suv qo'shdilar. Ko'ring Dilnozxon. Rahmat, o'zingizdan bo'lsa yoqimli ishtaha. Kayfiyat ko'tarildimi yo'qmi? Kayfiyat zo'r, lekin haqiqatda ham juda mazali, vitaminlarga boy sharbat bo'libdi. Rahmat. Xush kelibsizlar. Endi salatdan tatib ko'ringlar. Marhamat. Juda ham mazali va xushtam salat bo'libdi. Haqiqatda ham mana shu parhezbop xolesterinlarni o'sha oldini oladi. Mana shu o'zingiz dunyo oshxonalariga ham qiziqasizmi? Juda ham qiziqaman, kuzataman oshxonani. Alohida qozonqob pishirish san'atiga ham, mantilarni pishirish, shirinliklarni, alohida Uyg'ur taomlarini pishirishni o'rganganman. Sizni kasbingizdan kelib chiqqan holda 5 ta blitz savol tayyorlab keldim. Tayyormisiz? Albatta, tayyormiz. Unda boshlayman. Kitobmi yoki musiqa? Kitob. Sevimli raqamingiz? 5. Nimaga? Doim 5 bahoga intilganman. Ishlarim ham 5 bo'lsin deb niyat qilaman. Yaxshi. Dunyodagi eng mashhur muzeylardan birini aytsangiz. Fransiyadagi Louvre muzeyi eng mashhur muzeylardan biri deb bilaman. O'zbekistonda ayni paytda nechta muzey bor? Yaqinda statistik ma'lumotlarga qaraganda 137 ta muzey bor ekan O'zbekistonda. Va oxirgi savolim, o'zingizga 3 ta chiroyli tilak ayting. Baxtli hayot kechirish, dissertatsiyam tezroq himoya qilish, uchinchisi maqsad sari intilaman.
Muniraxon, mana shunday sizni ijodiy ish faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Sport telekanali ijodkorlari nomidan biz sizga oilaviy xotirjamlik, farzandlar rohatini ko'rish baxti doim sizga nasib etsin. Ko'rsatuvimiz yakunida qahramonimiz Munira Ramazonova singari siz ham kasbingizni fidoyi qahramoniga aylaning, hayotdan zavqlanib yashang hamda sport bilan hamnafas bo'ling deya xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling.